Odamlar, qizlar, Oliy sud, Bosh prokuratura, Saida Mirziyoyeva hammani belgilab ketinglar. Keyin kelmoqchi bo'lgan qizlar, iltimos kelinglar. Men o'zim yolg'izman. Men mana shu sudga chaqirganman sizlarni. O'shanda yig'lab chiqqanda shu sud bo'lishiga chaqirganman. Chunki bu sudda hozir qarshi tomon ikkalasi keladi. Men o'zim yolg'iz kelaman. Mani ota-onam kelmaydi. Ha, Oliy sud shuni inobatga olib qo'ying. Meni orqamda turadigan dadam yo'q, erkak kishi yo'q meni orqamda. Uje to'yib ketdim. Himoya qilmasa davlat himoya qilsin-da bulardan. Men yozim yolg'iz kelaman. Inobatga olib qaranglar. Meni oldimga kelishmasin vobshe. Gapirishmasin ham ikkalasi ham. Yuraveramanmi mana shunaqa qilib? Bekor qilib beringlar deyapman, iltimos qilyapman. Vahobov boboxonakani oldiga necha marta ariza qilib kelganman. Undan oldin o'zlari chiqmagan. Omonat Abror aka bilan necha marta qabulda ko'rishganman. O'tgan safar lekin Vahobov boboxonakani qabuliga 2 soat turib kirdim. Aytdim, taftish nazoratga oling dedim. To'g'ri, sudya xolis, sudyani nima, lekin sudyalar nazoratga olsa bo'ladi-ku. Sudya ichki hislariga tayanib qaror qabul qilish kerak emasmi? Bu ayol kishi edi, yo bolasi bor ekan. Men 140 bilan oddiy haqorat bilan sudlanyapman. Tushuninglar, Oliy sud hamma narsani bilib turibman-ku. Men vatan xoini yo jinoyatchi odam o'ldirgan emasman. Sudyalarni nazoratga olinglar, iltimos. Hozir kim qaysi sudyada bo'layotgan bilaman, yana murojaat qilib chiqaman sudga yaqin. 29-ga belgilanibdi. Meni shtrafim 25 barobar MIBga chiqib ketgan, esimiz keldi. Qo'zg'atish jarayoni boshlangandi. Men aytdim, 100 marta telefon qilyapman, kelyapman qabulga. Chiqarib beringlar, taftish qachon? 29-ga belgilashib. Oliy sud, iltimos qilaman sizlardan, taftishni nazoratlaringga olib onlayn qatnashinglar. Faqat sudyalar emas, sizlar ham ko'ringlar. Meni og'zimdan chiqayotgan gaplarni inobatga olinglar. Men ko'p gaplarni aytmayapman. Primoy sizlarga murojaat qilayotganimda. Uyat bo'ladi yo boshqa bo'ladi deb aytmayapman. Ana yerda ikkita odam to'palon qilsa, metta xotin kishi yig'lab tursa inobatga olmayapti. Ichki hissiyotga tayanish faqat fuqarolik sudidami, jinoyat sudida yo'qmi unaqa joyi? Men vatan xoini basman-ku. Nazoratga olinglar. Meni pulim yo'q, qatdan olib to'layman. Davlat bilan o'ynashib bo'lmaydi. To'lat ishlaringni bilaman, davlat to'latib oladi bu pulni. Hozir pulim yo'q. Sud bekor qilib bermasa to'latadi. Shavkat Mirziyoyevga bizni pulimiz kerak emas. Ayollarga qancha nima qilib beryapti Saida Mirziyoyeva? Imkoniyatlar qilib. Bolam bilan shunaqa qolib ketaveramanmi? Bir marta endi shunga erga tegib xato qilib, boshim balodan chiqmaydimi? Oliy sudni nazoratga olganini men his qildim. His qildirdilaring. Rahmat. Undan roziman, lekin dalshi nazoratga olinglar. Shu oxirgi shtrafim qoldi. O'tayev raislik qilayotgan mahal bundan ham battar siqilib, yig'lab kelganman. Meni muomalaga loyihat sudimda majburlab ekspertizaga jo'natmoqchi bo'lgan sudya. Qarshi tomon shuni so'ragan, da'vo qilib, fuqarolik sudida. O'shanda yig'lab keldim. Meni mana shunaqa qilyapti deb. O'shani nazoratga olgandi. O'shani xalq qilib tashlagan, даже sudga bormaganman ham o'sha sudimga. Hamma narsani xalq qilib tashlashgan, bormagan sudimga hamda u qonuniy bo'lgan. Chunki fuqarolik sudi bilan jinoyat sudi bir-biriga bo'ysunmaydi. Fuqarolik sudiga meni majburlashga hech kimga haqqi yo'q edi. O'shanda o'tayib qaragan menga. Hozir o'shanda o'tayib qaramaganda bundan ham battar sinib qolib, yig'lab chiqqan bo'lardim. O'shanda qaragan uchun shu muammolarim internetga chiqib ketmagan. Boboxon aka Vahobov raislikka o'tgandan keyin ishim hal bo'lmadi. Men rosa keldim, bo'lmadi-da. Tushuninglar, iltimos. Birinchi videolarim chiqayotganda bittasi aytganda, "Seni videolaring Saida Mirziyoyevaga yetib bormaydi" deb. Meni videolarim Saida Mirziyoyevaga ham, Shavkat Mirziyoyevga ham hamma yetib bordi. Meni Oliy sud nazoratga olgan. Seni yozyapsizlar, bir xilgilar. Oliy sud sendan boshqa ishi yo'qmi deb. Meni davlat himoyasiga oldi, olyapti, oladi ham. Meni davlat himoyasiga. Men ayol kishiman. Men bekordan bekor murojaat qilib chiqqam yo'q. Nazoratga olishlarini bilganim uchun murojaat qilib chiqdim. Ba'zi bir negativ kukaninglar menga qarashyapti. Nima bo'lyapti? Qarashyapti menga. Hamma davlat organi menga yordam beryapti. Agar meni video murojaatimni inobatga olishmaganda, o'sha kunniyoq yo'naltirishgan meni. O'sha dushanba bo'lishi bilanoq yo'naltirib, sud qog'oz chiqarib bergan shubhamligi bo'lsa. Hamma narsani prokuratura ham chaqirgan, hamma nazoratga olgan. Uni video qilib ko'rsatganman ham hammalaringga. Prokuratura chaqirdi, u chaqirdi, bu chaqirdi deb. Hamma nazoratga olgan. Nimaga nazoratga olishmas ekan? Sizlar hech kukaninglar qilmanglar. Menga qarayapti davlat, meni himoya qilyapti. Himoyasi ostiga oldi davlat. Qalay tushunyapsizlar? O'zim o'ldirib yuboraman, ey odamlar. Negativ yozormanglar, menga kelyapsizlar. Yashashga haqqim yo'qmi? Shu sudni kutdim.
Kech qolib ketdi. Sudni kuni tushunyapsizlarmi? Kech qolib ketdi. Ungacha qanaqadir video qo'yishim kerak emasmi? Boshimni devorga urib yuboraman. Hozir asabimga o'ynayapsizlar. Qanday shuncha negativ yozish mumkin? Hamma so'kib yozayotganingni skrinshot qilib olyapman. Hammani ustingga yozib beraman. Yordam so'rab chiqyapman men, murojaat qilyapman. Odamlarga belgilaylar deganim sababi shu odamlar prosmotrini ko'paytirib, tepaga chiqishiga unda yordam berishyapti. Nimaga tushunmayapsizlar? Tavba qildi. Qaynota kelinga bir xil shtraf qo'ygan sudimizda taftish kuni chiqqan 29-iyun soat 11 ga belgilanibdi. Oliy sudga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilaman. Meni ishimni, sud jarayonini, sudni nazoratga olinglar. Bir xil shtraf qo'ygandan qanaqa tushunish mumkin? Meni ayolligimni, bolasi borligini inobatga olgan bo'lsalaring, nimaga qaynotam bilan bir xil shtraf qilib berdilar? Unga ko'proq qilib berganlaringda ham jog'im o'chardi. Menikini bekor qilib beringlar deganman. Bu taftish sudida meni shikoyatim faqat shtraf bo'lib qoldi xolos. Chunki qolgan nazoratga oldilaring. Rahmat buning uchun. Qaynotam shilqimligi bo'yicha jazo tayinlandi. Oliy sud odamlar to'g'ri tushuninglar, davlat bilan o'ynashib bo'lmaydi. Bu shtrafni to'latadi davlat. Meni hozir pulim yo'q. Ijarada turaman, bolam bog'chasiga har oy $100 to'layman. Bu yurishim, ishlatayotgan telefonlar men qizlik paytim olganman. Olgan narsasini odam ishlatib yursa puli ko'p degani bas. Hozir qayerdan olaman? Qizlarjonlar, sud 29-iyul soat 11 ga belgilangan. Sud viloyat jinoyat sudida bo'ladi. Texnomart ro'parasidagi sudda bo'ladi. Hozir kelmanglar yozdilaringni, keldik qani siz deb. Bugun emas, bugun sudni kuni chiqdi. Men o'shuni bilib, sudni kunini kutayotgandim. Rosa siqilib kutayotgandim, nimaga chiqmayapti. Mibga chiqib ketdi shtraf deb. O'sha kun kelinglar. Hech kommentariy yozib qo'ysam bo'lar ekan-a. Hozir bas. Hozir video chiqarmasam bo'lmaydi. Bitta yurist meni videoyimni olib, keyin oxirida nima debdi? Bola otada qolish kerak. Mana shu video senga atalgan, ko'rib olgin. Bola otada qolish kerak bo'lsa, sen bitta matka qo'ygin qorningga, keyin bola tug'gin. Tushundingmi? Bola tug'ish qo'lingdan kelarmikin? Sani onang yo'q bo'lsa kerak-da, sani onangni chaqalog'ini olib qo'yishsinchi, qanaqa bo'ladi? Sanlar oldin tug'ishni o'rganib olishgan. O'sha bolani menda qolsin degan erkaklar. Hech qaysi biringni ko'rmadik, bolani olib dondirib katta qilib qo'yishganingni. Meni bolamga dadasi alimentdan to'lagan yo'q. Hech qachon bitta pampers ham olib bermagan. Yashayotgan paytimiz ham ishlamagan hech qachon. Men hozir ajrashganimdan beri yashayotgan paytimdan yaxshi yashayapman. Tushundingmi? Sanlar oldin majburiyatingni bajarishib olgin. Nega bola talashasan, xotiningdan, bolangdan, o'rgildim sandaqa chala erkaklardan. Mendan bolani olaman deb qancha qo'rqitdi-da? Qancha qo'rqitdi. Oxiri Bozorovda bo'ldi sudimiz. Bu kishidan roziman. Yaxshi bo'ldi. Bolani hech kim olib qo'ygan yo'q, lekin bular bilyapti-da, men nozik joyim bolam. Bor tug'dir bola o'zingga. Boshqa uylarni. Meni bolamga osilmasdan hech qachon bermayman bolamni. O'ldirib yuboraman o'zim agar bolamga osilishgan. Mana shu videoni kommentariyasida ko'rsam, juda ham ko'pchilik onani qiynalganligini, uni gaplari to'g'riligini erkak tarafi eshitmasdan uni manfaatlarini ustun qo'yishgan. Ming afsuski, sudlarda ham ko'pincha qonun bo'yicha ota va onaning huquq tengligi belgilab qo'yilgan bo'lganiga qaramasdan, sudyalar ko'proq onalar manfaatini o'ylab qaror chiqarishadi. O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksining 65-moddasida bolani tarbiyalashda ota va onaning teng huquqli ekanligi ko'rsatib qo'yilgan. Lekin bugungi kunda O'zbekiston sudlarida ota va onaning teng huquqlilik prinsipi ishlamayapti hamda bolani olish bo'yicha ishlarda ko'pincha onalar manfaatiga sud qaror chiqarib beryapti. Lekin hech qayerda faqat bola onada qolsin degan tartib mavjud emas. Agar shu mavzuda murojaatlaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Albatta sizga yordam beramiz. Mana hozirlarga qo'yib berayotgan zapislarini erim eshitgan hammasini. Jalablar o'qishmaydi, lekin qo'rqoq so'radi. To'g'rimi? Nima demoqchi hozir bilan? Yo'q, men o'shadim. Siz boshqachasiz. Nima demoqchi hozir? Nimaga sen meni o'qishing kerak bas? Bo'lmasam kelma, meni o'qib qanaqa biron narsa qilib meni ham ishontir, meni ishontirmasdan Turkiyani gaplashishga qanaqa qilib ketadi? Men ishontirishim kerak ekan, bu bilan yotishim kerak ekan, keyin borib arizani olar ekan. Menda dahuya zapislar, dahuya.
hech kim qaramadi. Davlatda ham daxldor qilishmadi, psixologik ezgan. Mana bu уже men qilgan zapis. Haqiqatdan ham yo'qotgim kelmayapti sizni. Haqiqatdan ham sevaman. Yo'qotgim kelmayapti. Sevgan odam hamma narsani qiladi. Nazlo, ты что, не знаешь? Sevaman. Ota-onangizni ham ko'rgim kelmayapti. O'chirib qo'yayotganim sababi ismini aytib o'rganman erimni. Uyalmaysizmi o'g'lingizdan, mana qarindoshlaringizdan deganmanda. Endi hozir mana yana bitta savol mashta aytib ketayda, odamlar yozib ketinglar. Erim meni aybdor qilyapti. Kecha aytyapti, "Men seni yomon ko'raman" deb ism so'zlayapti kech payt. Men sizni sevaman, Qo'chqor aka. Menga shunaqa rashk qilmaydigan erlar yo'qadi. Men sizni sevaman. Yomon ko'rsangiz. Endi odamlar aytinglar, meni ish qilmasligim yo erim o'ynagani bir tomonmi, yo qaynatamni qilgan ishi bir tomonmi? Men aybdormanmi hozir mana shuncha ishga o'ynaganiga ham, qaynatamni shilqimligiga ham men aybdormanmi? Erim kecha mana shu zapisni qo'ygan, Instagramga mana o'zim qo'yib beraman, eshitinglar. Xonaga kirib baqiryapsiz. Ovozingiz super. Boring chiqib keting xonadan. Ana xonaga baqir. Uyatmaysiz kelinni xonasiga bostirib kirgani. Ini qisib yursa hech kim kirmaydi sani xonaga. Qisib yuribman. Bo'yna qo'y bezini seni. Qilyapman. Tualetni tozala, amlatini qo'ymasdan. Qilyapman, hamma yo'qdi. Ular amlatdan sengacha qo'yib tashlaysan, super. Endi ham yo'qolasan, super. Qamatib yuboraman iflosni. Qarab tur. Mana shu yerda tugagan zapis. Keyin orada erim ismini aytib o'rganim uchun qo'ymadim hammasini. Undan oldin rosa xonaga kirgan. Erjonim, nimaga bu zapisni qo'ymoqchi bo'ldingiz? O'zingizcha aybni menga og'darmoqchi bo'ldingizmi hozir? Sizni dadangizni qilgan ishlari hech narsa emas, men aybdorman, ha? Ha, keyin Erjonim, ana dadangiz o'rtog'ingiz oldiga boribdi-yu, nimaga meni kelinimga kommentariy yozyapsan deb borgan ekan. Keyin sizni chaqiribdi. Dadangni oldimda saqlab qo'yaman desa kelib, "Ha, o'zi xotinim jinni bo'lib qolgan" degan ekan. "Sen nima deyapsan? Eshitdim, hamma yo'qdi" degan ekan o'rtog'ingiz. "Ha, endi dadam yaxshi ko'rib qopsa xotinimni, nima deysan endi qo'yib o'tibsiz-ku, tanobsiz-ku, dadangiz yaxshi ko'rib qolganini meni. Endi siz 200lamachi bo'lmaydi, yo dadangiz tomon bo'ling, yo men tomon bo'ling, yo вообще betaraf bo'ling, iltimos sizdan. Shuncha paytdan beri qaynota kelindi, nima urush, muammo, janjaliga indamay tomosha qilib turdingiz. Dalchi tomosha qilib turing jimgina. Qanaqa zapisingiz bo'lsa, menga tashlab bersangiz, o'zim ommaga olib chiqaman kerakli narsalarni. Kerak emaslarni ham siz xohlaganlarni ham olib chiqaveraman. Ha, o'rtog'ingiz oldiga borib o'tirmaymi? Aytib beribsan deb. O'rtog'ingizni eshitganmi yo boshqa odamdan eshitdim. Qo'shnilar ham telefon qilyapti. Bo'ptim, agar o'rtog'ingiz oldiga borsangiz yana aytib chiqaman. Menga povod bo'ladi, boravering. Ha, keyin yana bitta narsa aytib olay. Erimni himoya qilayotgan erimdan yosh katta ayollar diqqatiga. Meni kim himoya qilayotgan bo'lsa, har bitta protsessga 5 milliondan 10 million to'laganman. Sizni olinglar. Ana boshida 1 million berib, keyin ag'iga pulolmagansizlar-ku, dalcha ola olmaysizlar. U gapni menga qaynatam aytgan, necha pul berganini. O'tirganimizda mana shuncha berdik, mana shunchasini keyin beramiz deb. Pul ola olmaysiz. Yo sizni ham asalim jonim qilyaptimi? Tushmayman bu gaplarga. Hatto ham obro'si to'kilib qoladi-da odamni. Arzon ekan, arzon himoya qiluvchi ekan deb o'ylab qolishadi. Endi yana o'zlaring bilasizlar.